Birinchi qoida. Quloqni, ko'zni tiy eplasang agar, aql u qalbing aslo ko'rmagay xatar. Tilingni saqlasang omondir boshing, behuda so'z sabab oqqaydur yoshing. Sharh. Inson vujudi bir qasr. Bu qasrning podshohi qalb, vaziri aql. Podshoh hamda vazir sotqin bo'lsa, qasr xarob, eli qul bo'ladi. Quloq va ko'z eshik kabidir. Agar eshik ochiq bo'lsa, qasrga dushman kiradi. Podshoh va aqlni asir oladi va o'z hukmiga yurgizadi. Quloqdan kiradigan dushman foydasiz so'zlar, g'iybat, safsata, qo'shiq, kuy va shu kabilardir. Bularning hammasi qalbni o'ldirib, aqlni falaj qiladi. Ko'zdan kiradigan bosqinchi birovlarning mahramiyati, kinolar, turli tomoshalar va shu kabilardir. Ikki eshikdan kirgan istilochilar sizni teranlikdan mahrum qiladi. G'ayrat va shijoatni o'ldiradi. Tushkunlik va qayg'uga kishanlaydi. Ichingizdagi ma'naviy xastaliklarni uyg'otib, qurollantiradi. Tilning ikki vazifasi bor. Biri maqsadni bayon qilish, ikkinchisi hikmat, ilmni yetkazish. Boshqa ishni qilgan til mazlumdir. Chunki egasi uni boshqa ishga majburladi. Tilga u istamagan ishni qildirdi. Endi til qasos oladi, egasining boshiga yetadi. Til g'iybat qilsa, chaqimchi bo'lsa, noo'rin gapirsa, shunchaki valaqlab tursa, unga qilingan zulm shudir. Demak, tilingni asrasang omondir boshing. Inson o'ylamay gapirsa, gapi behuda chiqadi. Bu gap uni obro'siz qiladi, hurmatini yerga tushiradi. Albatta, behuda so'z dushmanga asir tushgan aql va qalbdan keladi. Do'stim, bekorchi odamlardan qoch. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube bularni telefondan o'chir. Ko'zingni asra, qulog'ingni himoya qil. Har narsani gapirma, sukutni saqla, ijtimoiy qarmoqlarga izoh qoldirma, post yozma. Aytganlarimga amal qilsang, bu katta yaxshilikning boshlanishidir, Xudo xohlasa. Senga muhim qoidalarni eslatib boraman. Ularni yoz, qayta o'qi, yodla va amal qil. Ishon, hayoting albatta yaxshilikka o'zgaradi. Zotan bu mening shaxsiy gaplarim emas, ota-bobolardan qolgan hikmat gavharlaridir. Bu gavharlarni olganning qadri yuksak va yo'li ochiq bo'lgay.